Bugun men sizlarni shogirdim Dilafruzni 2 oylik natijalar bilan bo'lishmoqchiman. Dilafruz Greenfitga kelishdan oldin salomatligingizda qanaqa o'zgarishlar bor edi? Nima sizni qiynayotgandi? O'zi men Toshkentda turmayman, Piskentda turaman. Piskentda ayollarga mos zal topolmaganim uchun Greenfitni tanladim. Kelganimda 118 kilogramm vazn bilan keldim. Bu yerga kelishimdan oldin charchoq, holsizlik, yursam hansirab charchab qolardim. Ovqat hazm qilishlarim yaxshi emas edi va bu yerga kelib ovqat hazm qilishlarim yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Siz hozir 2 oyda 12 kilo vazn tashlabsiz. Siz kelganda nima ketma-ketliklar qildingizki, siz shunaqa chiroyli natijaga erishdingiz? Men bu yerga kelganimda Maqsud opam kutib oldilar va konsultatsiya qildilar. Menga mos bo'lgan ovqat ratsionini tuzib berdilar. Osilmay ozishga yordam beradigan, to'qlik hissini beradigan, oqsilga boy Herbalife mahsulotlarini qo'shdi. Fitnessni ham boshladim. Endi 2-oyda 7 kilogramm vazn tashlabsiz. Buning uchun siz nimaga e'tibor berdingiz 2-oyingizda? 2-oyimda 7 kilogramm vazn tashlashim uchun uydagi bor narsani yedim. Faqat cheklov bo'lmadi. Faqat tartib bilan yedim. Shuning uchun 2-oyda 7 kilogramm vazn tashladim. Qo'shimchasiga kechqurun xohlasam mashq qilib, xohlasam yurdim. Men natija qila oldim. Siz ham albatta qila olasiz. Bugundan boshlang, ertani kutmang. Sog'liq o'zimizga kerak. Agar sizda ham vazn tashlash bo'yicha, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha muammolar bo'layotgan bo'lsa, unda sahifamizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.